Avashnoylarimizga mana shunaqa qilib chiroyli qilib qo'yasizlar. Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga shundan gul ochish ko'rsatib beramiz. Pichoqni uchini yaxshilab kirgizib, uzunroq olamiz. Uzun qilamiz. Hamma yog'i bir tekis bo'lishi kerak. Bundan sizlar tog'oralarga, avashnoylarga bemalol foydalanaverasizlar. Kurashinglarga. Mana ikkiga bo'lib oldik. Ichlarini yaxshilab tozalab olamiz. Endi mana shu qismini shunday tagiga qo'yib, mana shunaqa qilib kesib chiqamiz. Har birini. Mana shunday qilib ochilish kerak. Har biri. O'sha joylar olib tashalanadi. Buni oddiy pichoq yordamida qilsanglar ham bo'ladi. Agar bunaqa pichog'imiz yo'q desanglar, mana oddiy pichoqda ham xuddi shunaqa qilib ochsa bo'ladi. Lekin faqat pichog'inglar o'tkir bo'lish kerak. Shunga ahamiyat berasizlar. Mana shu katta pichoqda ham xuddi shunaqa mana bir tekisda ochib oldim. Hammasini oralarini ochib oldim. Suvga 15 minutga qo'ysak, chiroyli qilib ochilinadi. Mana gulimiz ham tayyor. Inshaalloh shunaqa chiroyli qilib ochib olasizlar. Kimga yana qanaqa fruktlar, ovushlar qiziq bo'lsa aytsanglar, keyin safar o'shani ham qilib ko'rsatib beramiz. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kimga shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, Telegram kanallarimizga o'tib olasizlar.